hamma narsani sezib qo'ydi ulug'bek siz. Aka, lekin Alloh rozi bo'lsin. Vashi hozir o'tirdim-u, Ha. kichkina shot bilan To'g'ri. yuragi bor. Albatta pul kiradi, bozor yuradi. Sen ana Fibo tortib qo'ysan hozir Kimdan yo'q? labek Төмендегі тұрған жоқ па? Төменге ашып тұр ма? Жоқсаң болатын шығар. Жоқ деді ғой енді жоқ соны. Bitcoin'dan jo'lanib qopti, yaxshi. Yarısı açıldı. Ko'rayotgan bo'lsanglar, futures bilan forex farq qiladi yurishda. Futures oldinroq ishlaydi. Kim e'tibor bergan shu narsaga? E'tibor berdingizmi Ulug'bek siz hech grafiklariga? Futures oldinroq. Birinchi tushunmadim men. Biladi dedim. Yuklasterga kirib oldim. Nimaga bu yuklaster aniq ishlayapti bu bunaqa deb. Keyin qarasam, bu yoqda ekanda hamma narasida. O'sha bozor qarang, o'zi 30-35 dollar razlitsa qiladi futures bilan forex, lekin futuresda 5 minutlik grafik bilan bizani 5 minutlik grafikimiz o'rtasida tafovut bor, ya'ni shamla tezroq harakat qiladi. Misol, hozir M1 da mana M5 tenglik harakat bo'lib turibdi. Futuresda M5 turgan bo'lsa, bizda M1 da xuddi harakat bo'lib turibdi. Mana bizda futuresda 1, 2, 3-chi ham urib ketyapti, bizda ham 3-chi ham ketyapti, lekin umuman boshqacha. Xo'p, shaxsan o'zim bitimni 4326 da yopaman, ya'ni scalping uchun 4326 da, lekin chiqib berib 4330 bir etib beradigan bo'lsa, atkatidan pulni e'tiborni bayga qarataveraman. Mana yo'q. Oqlovchilar ushlab tursin, chunki men balansdan 0.01% risk qilganman. Shunda balans hozir 100 mingdan oshganman-da. 100 mingdan oshdi, bir lot ochdim, 500 dollarda yopaman. 600 dollar bo'ldi, yopdim men. 600 dollarda. Yani 588 yopib qoldi. Chort. Xullas, ochib qo'ygan bitimim turibdi 4298 da. U ochib, katta shotimdagi bitimni yopdim. Qolgan shotdagi bitimlar aktiv. Men kirgan joydan hozir keyingi shotdagi kirgan joylardan bozor hozir 80 pipsli yuribdi. Xo'p, mendan keyin kechkiroq kirgan bo'lsanglar, ham 80-90 pips bor. Xo'p, agar ko'proq risk qilgan bo'lsanglar, fiksatsiya qilinglar. Yarmini yoki bizbitga yoki o'shanga o'xshagan narsalar. Bu taklif sizlarga. Lekin bay ketadi baribir bozor, katta ehtimol bilan, chunki 1 soatlik sham bizda va yarim soatlik ham hammasi bay uchun beryapti. Ya'ni bu shamni свежный analiz emas, bu nima bo'yicha analiz, klaster bo'yicha analiz. Klasterdagi narxlar bay ko'rsatyapti menga. Shuning uchun shunaqa. Xo'p. Endi 15 minutlik o'tamiz. Yaxshi ketyapmiz. Bo'lsa emasin. Xo'sh. 90 pips. Yo'q, 100 pips bo'ldi. 4319 dan. Bekor yopdim. Mayli. Nasiba.
Xo'p, kichkina, yana bitta kichkina balansimni fiksatsiya qildimmi? Ya'ni bitta, xullas 3 ta balansimdan bittasi qoldi. Ikkitasini yopdim. Ikkita balansimdagi bitimlarni yopdim. Hozir bizga RB setup beradigan bo'lsa, narx RB setup bersa, keyingi bizani kutib oluvchi narximiz hop, hozir 4350 bo'ladi. O'sha 4350, 4344 narxlaridan yana bitta reaksiya berishi mumkin sizga. Lekin maslahatim hozir ochgan bitimlari yo yopinglar, yo bezuvika qilinglar yoki yarmini yopinglar. Men full yopdim, hamma balansimda bitim. 100 pipsda chiqib ketdim. Xo'p, bozordan chiqib turamiz hozircha. Bizga RB setup berish kerak. Agar hamma tasdiq olish bo'yicha YouTube'dagi darslik ko'rgan bo'lsa, o'sha narsa bo'yicha ishlaymiz. Agar o'sha 4334 breakda beradigan bo'lsa narx yokida hozir keyingi ochgan, ya'ni hozir ochib yopgan, men yopgan joyga narx tushib bergan bo'lsa, ya'ni kichkina ko'p emas. Endi yanada boyagi bundan oldin ochilgan lotdan ham kichikroq, misol 003 ochgan bo'lsanglar, 005 ochgan bo'lsanglar, 001 yoki 002 ochib, yana boyagi bitta kichkina risk ko'ramiz. Xo'p. Bitcoin ham yaxshi. Hali lekin Bitcoin. She'rlar azam ishlab oldimi Jo'rabek aka? Agar ishlagan bo'lsa, ko'rsatsa, o'shanga qarab men nimaligini aytaman. Yoki yozib yuboraman, yoki skrin tashlab qo'yaman sizga. Xo'sh. Ya'ni 22 minut bor ekan hali nima yopilishiga. Hisoblasham. Xo'p, ozgincha pastroq tushsin. Xo'p, mashitdan 001 dan bitta risk qilib ko'raylik. Ko'ramiz hozir. Katta risk qilmaymiz. Stopni men qo'ydim, 4315 ga qo'ydim stopni. Sho'xar olsin.
Xo'p, qancha ishladinglar hozir sizlar birinchi anaqadan? Ishladingizmi Najmiddin aka siz? Hozir menda boya pastga ketib qoldi-yu. Shunda Aha. $9 tushib qoldi. Voy. Katta risk ekan. $25 ko'taryapman. Bilay, katta risk bor sizda. Ha, pastdan ko'p yashib yuborgandimda, paynidan, tepadan. Ha, aytdim-ku, yopdim dedim. Ha, Qatdan 34 esimdan chiqib ketdi, 34 ta. 34 ga borganini bilmay o'tib ketadi deb o'yladim. Siz ham ishlab oldingizmi, Ulug'bek aka? Ha, boyagidami? Ha, yo'q. Bundan oldingi bitimda. Ha, Anachi qolganida ishlamagan. $43. Tak kichkina O, och. krassavchik. Qancha balansiya necha bo'ldi? O'sha $11 tashuvdimi? Uni уже $100 qilib qo'ydim. $105. Voy, o'lu. Hozir Pulsiz mana bo'lma. yondan birdan ham ochganman. Normalmi? Pulsiz yo'qmi aka? Mana shu qolganlar ishlamadi. Ahmadxon, Javohir, Sadriddin ular menimcha ishlamadi. Bay mikrofon yo'q. Yopiq turganligi aytibdi. Ruxsat so'raydi. Xo'sh. Stopimiz menda qancha bo'pti? Xo'p, 4320 dan kirgan bo'lsam, stopim $27 bo'layotgan ekan. Salkam birga bir yurib berdi hozir bozor. $20. Mengacha cho'ta yoqmayapti bu. Ko'ramiz nima bo'lar. Ko'p tashamaymiz. Bunaqa. Ertaga slif bo'ldim deyish u kerak emas. Hali ham bozor, lekin selda ko'pchilik sel kiryapti. O'sha uchun riskni kontrol qilib ishlaymiz. Lekin qaranglar, mana bu tepadagi zona keyin ketgan 44-50 zona ham yaxshigina qaytarib berish kerak bozorni.
bitcoinlikka haqiqatdan yuragi qon qildi. Yo yurmaydi, yo stop olmaydi. Deyarli 2-3 soatdan beri lekin Zaynab qolganlar ham ishlayaptimi? Mana bu Javohirga ishlayapsizmi ham Ahmadxon aka, sizlar ham ishlayapsizmi yo просто bizani eshitib o'tirsizlarmi? Ancha eshitib o'tiribdi. Alaykum assalom. İşlaganimiz yo'q. Hali ishlab chiqdik. Kuzatish ham foyda. Mana bu o'ng tarafdagi ekran turibdi. Shamchalarda anaqa raqamlar nima o'sha? O'ng taraf bu delta. Bu ham anaqami nima deydi? Bu ob'yomi o'sha, shu ham. Asosiy ob'yom shu. 05 ochmaysan. Ob'yomni so'rabsiz. Siz to'g'risini aytaman, bergim judayam yo'q, lekin abishat qilib qo'yganim uchun beraman. Sabab birinchisi umuman aktiv yo'q YouTube'ga qo'ygan videolarimda. Keyin ayrim ichi qora gnidilar kanalimga qo'shilib qolgan edi o'sha kuni. O'sha uchun ham bergim kelmay qoldi. Qantashinglarchi kim ishlagan bo'lsa anaqaga men tashlayman keyin. Hozirginimi? Hali ham Ha, ishlamayapmanmi? Bu tashlaylar kim qancha ishlaganligini bir ko'ringlar. 0.01 dan ochgan. Keyin mani yalim. Kamil tashlaylik kimniki anaqa bo'lsa o'sha choyxona. Ko'tarib oldingizmi Najmiddin aka shotni? Yo'q. Yo'q, nima ko'tar? Men açamay qoldim. Kechik qoldim, kechik qolgandan ochmadim. Bittasini ochib edim, $2 minus yopib qo'ydim. 20 bo'ldi. Lekin ochiq zevklarim bor pastda. Zo'r. Bitta Ulug'bek ham ishlabdi, siz ishlamayapsiz, men ishlayman. Ahmadxon akamiz ham ishlamaganlar, mana Javohir akamiz ham ishlamaganlar. Endi men o'zimnikini tashlayman. Tashlab ko'raylik, havas qilaylik. Havas qilaylik-da, lekin. Havas qilishga arziylik. Voya Sadriddin degan bola meni nima aytganimda savolimga javob bera olganda telefonga o'shanga o'rgatardim, bitta strategiya shundoq tekinga berib yuborardim. Chunki u men o'rgangan narsa to'g'risini aytaman. O'zbekistonda bitta odam ishlatadi, men unga pul chiqib Qatarda ishlaydigan bir ob'yomda ishlaydigan bola bor. O'shani o'rganganman yaqin xudo xohlasa agar topam chiqarib beraman sizlarga ob'yom bo'yicha просто miyanglar portlab ketadi. Lekin mana bu platformani hali beri o'rgatmayman, to'g'ri tushunaylik. Lekin men o'zim undan oldin TradingView'da ishlatib yurgan ikkita indikatorim bor, mix qilib bitta strategiya qilib beraman. O'shani o'zi ham bozorni illigini so'rab olasizlar. Lekin YouTube'ga ham qo'yibsiz unaqa.
Indikator. Ha, o'sha indikatorlarni man qanaqa ishlatish kerak, nima qilish kerakligini aytaman. Uni hali to'liq unichi qarang, bu yerda ikkita narsa borda. Bu yerda, nima edi? Hozir aytaman. O'tga strukturani qo'shadigan joyi bor. O'tga nima deydi? Fibo aralashtiradigan joylari borda. Shuning uchun bitta yaxlit strategiya qilib berilmasa, ya'ni aniq-tiniq bo'ladi. Qachon endi u? Qachon o'tib berasiz? O'tamiz, o'tamiz. Shoshilmay turing, o'tamiz. Xudo xohlasa. Ha, yilgacha hal bo'ladi. Men bo'ynimga olaman shu narsani, o'tib beraman, gap yo'q. Yangi yilgacha o'tib beraman. Bo'ldi, kutamiz, rahmat. Tinha cola roxa, já precisamos de novo, né? Opsa? Tem uns. Opsa benim. Tinha uma. Çok ana tömendeyle çalışsan, tömen bağnağını. Keyin ta tömen ketip baratkan кезде ашпасам болмады ғой. Себебі балансын жететін болды. Opsa деп айтты ғой. Короче, Мартингель стратегия болмайды екен, стратегия екен. Болмайды. Martinga kim aytdi strategiya buni? Ay, Martingel bilan. Martingelga o'tishsin. Martingelni bilan tilim kelishmaydi so'zga. Xullas, uni oxiri sliv. Oxiri sliv ekan, ha, to'g'ri. Zamok qilib o'shqindayni rasvo qilishibdi. O'sha uchun kerak emas. Balansım kaldı mı ya? Man qaramay qolman, uzr. Bizani nimamiz bo'yicha tipini olib bergan ekan, e'tibor bermay turdi. Qo'limda telefon bor edi. Turmin 328 bizani tipi edi, olib beribdi. Xohlovchilik yopsin, xohlovchilik ushlab tursin. Apollo bir şey yaptı. Закрыть все позитивности. Xo'p, kirgan joyimizdan necha pips yuribdi? 80 pips. Общий hisobda birinchi 100 pips, keyin 80 pips. 180 pips savdo bo'libdi. Pastga yuradimi yana? Yo'q, hozir bilmayman, hozir aniq emas. Pastga yoki tepaga yurishi, men o'sha uchun xohlaylik yopinglar, xohlaylik ushlab turinglar davomli. Ha, to'g'ri. Men o'zim boyaga ochgan lotimni yopyapman. 15 lotni. Niyatlar dotlaveradi. Ko'p pul ishlayvermay borib ketamizda. Krasavchik. Masa 9900 yopaman, 10.000 bo'lmasdan. Shot 97.000 edi, 3ta 1 bo'lib turibdi hozir.
Maşallah. Nima deyishdi? Ana o'shanaqa chiroyli raqamda yopaman deb oqizdiraveraman ko'p. Foydalana. Nasib qiladi aka sekin xudo xohlasa. Men ham bir kunda qilganim yo'q bu narsani. Mening miyamda unaqa chiroyli raqamlar bor-u, tiqilib yopaman deyman, oqib ketadi. Yopolmay qolaman. Endi qaranglar, men hozir anaqani ko'rsataman. Yechganimni kimdir kanalga taslasam hozir yana kimdir maqtanyaptimi, ha, tudi deyotadi, o'zingizga ko'rsataman. Chista, xo'p. Manaki tilla. Shu kimlikligini ko'rsata olmayman lekin mana yechilgan summalar mana. Mana oxirgisi qaranglar, umumiy bugungi summa, bugun yechganim, ya'ni sizlar bilan savdoning o'zida 24 ming. 24 ming rovna. Hali yana bitta bir lotim turibdi pastda. 4200. Bu bitmani yopganligimni eslatib qo'yaman sizlarga. Bitcoin uchyapti, krasavchik. Xo'p, shu ya'ni qancha kirganimiz hammasi birga kirganmiz. Men bu yerda o'zim bir lotani o'zim olganman selga. Bo'ya ertalab analiz bo'yicha bu yoqda 1 lot, 10 lot, 15 lotlarni sizlar bilan birlashtirdik, NFT'ni birlashtirdik. Orada bitta stop yeyman. 6700 stop bo'libdi. Qolgan hammasi foyda. 7000 yechildi, 2000 yechildi, 15000 yechildi. Bular shunaqa. Maşallah, barakasini bersin. Siz rahmat. Bu narsaga kimlardir anaqa bo'lishi mumkin. Bir oy, 2 oyda erishilmagan bu 3 yillik tinimsiz mehnatga Xudoning bergan nimasi. Sababini qayerman, Alloh natijamni mukofotlagan. Men shunchaki kuchim yetgancha, sabrim yetgancha, toqatim yetgancha sababini qilganman xolos. Xo'p, tilla atkab beryapti hali ham. Ko'ramiz. Na bay na sel deb bo'ladi hozirgi holatda. На самом деле bozor chiqib berish kerak. 4450, ya'ni 3400, 3344, 3350 ga chiqib berish kerak. Va Bitcoin bo'yicha ham bizdagi to есть mandagi, balkim sizlar ham ochgandirsizlar boyagi 86300 dan ochilgan bitim u seriyozli foyda turibdi. Buni tushuymiz, xohlasa qatgacha 89 minggacha tushishimiz nasib qilsa, agar bittadan ham bizga confirmation berib narx balans buzib beradigan bo'lsa, bayga ishlaymiz. Hozircha yaxshi foydada bizda Bitcoinda ham. Bayga bitta 100 pips, bitta 80 pips, o'sha hisobda 180 pips bayga ishladik. Selga fokusga qaratish kerak endi. Ya'ni nimaga? Hozir tushuntiraman. Bizda bozor kuchli qilyapti. Selga yurg'izmayapti, o'z bayga yurg'izmayapti. Endi ekran ko'ryapsiz sizlarga. Bizda tradingni ko'rsatib qoling, bu yo'q tushunmasligi mumkin. Kimdir zapis qilyaptimi deyman, mani gapimni zapis qilish emas, o'zim zapis qilaman, tashlab beraman xohlasanglar. Trading view ko'ryaptimi? Mana hech ko'rmayapti. Hozir Xo'p, bizda nima bo'pti? Line chart o'tamiz. Bizda nima bor? Bu yerda R bor, bu yerda ham F.
S S ya'ni support break bo'ldi. Bizda mana oxirgi support bor, bu yoqda yana resistant bor. Mana bu yorolmadi, tepaga pastga yordi. Откатdan bitta kichkina откат bersa oldi, mana shu kichik selni ishlab qo'ysak bo'ladi. Xo'p, endi embargo o'tamiz. Embargo o'tamiz. Bo'ldi, уже yo'q, endi ishlash hojati yo'q, sabab hozir bozor yurib yotgan, yaxshigina korreksiya berib qo'yishi mumkin, yaxshi. Hop, nima bo'lganda ham hozir savdo qilmay turamiz. Bozor taxminiy hozir mana soatga o'tib ko'ramiz. Yetarlicha yurib berdi-da bozor. Bugun yetarlicha yurib berdi. Mana necha pips? 580-600 pips yurib berdi salkam. 600 pips yurib berdi. Dam olib turadi. Bozor dam olishga tushadi. Ya'ni bu yoqda o'zi sotib oluvchilar kuchi yetmayapti bayga olib chiqib ketishga. Bozor ozgina korreksiya yig'ib yana bayga. Ko'rayotgan bo'lsanglar qaranglar. Kunlikka o'taman. Deyarli 3 kundan beri shu zonadan o'tolmayapti. Ya'ni 4353 dan. Mana bu yerdagi ya'ni globalniy high all time high deydi. Xullas o'sha slishkim kuchlilik olibdi. Silga qo'yib yuborish, to есть bayga o'tkazib yubora olmayapti. Lekin bayga baribir o'tamiz. Boshqa iloji yo'q. Yangi bir sotish ham ochildi. Endi nimadir bo'lishi mumkin. Bizda qaranglar, analiz etamiz. Bu yoqda bitta bizda RR bor. Bu yoqda yana bitta ikkita RB bor. Bittasini yorilishi bizga откатidan keyingisiga yetaylik. Keyingisiga boramiz. Hop, Tigerga o'tamiz. Xullas, cho'tki. Bo'ldi, bu ham ketdi. Hozir narx 4312 dan pastga o'tib ketilgan bo'lsa, pastroq tushib beradi keyin narx. Men shaxsan o'zim tushib ketadi deb o'ylayman. Pastroq tushib beradi deb o'ylayman bozor. Hozir ko'ramiz, hali hech qanaqa bizda tasdiq yo'q. Belki bo'ldi, fokus qaratamiz degan. Shuning uchun kutib turamiz. Xo'p, sizlar gaplashib turinglar. Men hozir qaytadan qornim ochib ketdi. 2 minut qaytadan.
ajrashayotgan yo'qmiz. Shuncha ishlayotgan odam osh bo'ladigan, qorni ochmagan. Mana bizlarda aytsa bo'ladi, osh bo'ladi, qorni ochadi deb. Unaqa pul topayotganda xotinim qosimda tamom og'zimga solib turardi. Olmaz ya. Hop. Mana nima bo'pti bu yoqda o'zi? Bozor serga yurgisi yo'q. Lekin bariga ham yurgisi yo'q. Bitcoin bo'yicha mana bu yerda bizning zonamiz cho'tki sindirib berdi. Ketishimiz kerak endi. O'zi men bu yoqdan baydaman, pastdan ham baylarim bor edi. Bitta shu yerdagina yopdim, mana bu yoqda. Bu yoqda ham bor. Bitta shotimnikini yopdim, ikkinchisi ochiq turibdi haliyam. Yaxshi bo'lmasa. Алло. Kimdir rosa biqin qilyaptimi deyman. Завтра утром начать. Он сказал, что до вечера ответ даст. Ребят. Хорошо. Najm qizmi? Azamat ham deydi. Zug'im ashib qolganmi? Zug ashib qolganmi? Ha, ashib. Azim biqin qilyaptimi siz? Zugni o'chirib qo'yib yevatman deb o'ylabman. Yo'q, shu o'zim bermadim. Men aytyapman-da. Qornim ochib ketdi dedingiz-ku. Ha, qorin ochib ketdi. Shuncha pul topayotgan odamning qorni ochamagan deyapman-da. Ey, men odam, men ham odam. Unaqa pul topganda xotin og'zimga ovqat solib turardi-da. Oho. Ya men yangi uylanganman, unaqa qilmayman, qo'rqaman desam-ku. Xotinni boshdan deydi. Baloni yoshdan deydi. Voilà.
Tak. Cho'tta shu Halide mana shu tillarni shu yurishi. Xo'sh. Bitcoin ham qotib qoldi-yu, yana yengili bormidi 9da. Yo'q, yengili yo'q ekan boshqa. Deyarli hamma yengillikli dollar uchun negativ chiqibdi. Deyarli hammasi, to'liq hammasi emas. Ko'ramiz bu yog'ini nima bo'ladi. Sel kirganimiz yo'q. Bayam yo'q. Bitcoin ham qiynadi. Misol raqami. Sizda ham shunaqa shot bo'ladi. Xudo xolisa, uning uchun nima qilish kerak? Mana Ultra Pro Max degan kursimga atiga 9999
$1000 to'lasangiz siz ham shunga o'xshat bo'ladi. Inshaalloh nasib qilsa. Yo, sizlarga emas, man bitta e'tibor yozgan ekan, Sadriddin akamiz yozgan ekan. Mikroshoot degan kulib yozgan ekan. Shunga ana prikol qilaman. Yo'q, kursga nima yo'q. Pulni ayash kerak emas. Vek живи, vek учись deydi. Да, to'g'ri. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hatto Xitoyda bo'lsa ham bilimni olinglar degan. To'g'ri gap, to'g'ri shu gapingiz. Zaryadim bo'lyapti. So'l tarafdan. Tilla. Endi pastroq korreksiya beradi. Chunki boshqa bizani tushib qolgan hech qanaqa narsa qolgani yo'q. O'sha boya aytgan 34 narx o'zidan prem o'shaning uchidan qaytib ketdi. O'zi kelib borganda selga ham e'tibor bersak bo'lar ekan. Men ob'yomni ko'rib, kuchliligini ko'rib, 270 pips oqibdi. Sel bo'ldi, bugun buzamiz maksimum deb o'ylab qoldim-da. Keyin bu yoqdagi tepadagi likvidlarni ham ko'rdim. Banda bo'ldi, yana e'tiborimni bir narsaga qaratdim faqat. Bayga qaratdim e'tiborni o'sha uchun. O'zim selli ham bayga ham ushar edik. Xullas nima bo'lsa ham endi chunki hozir bizda pastda yana balans shakllandi. Pastda endi bu yo'q ko'chadi. Mana yo'q bundoq qilamizda. Xullas shu yoqda. Agar shu ya'ni bu bizda Forex'da 4277 narxdan pastga o'tmaguncha hech qanaqa sel yo'q. Faqat e'tibor bay. Agar o'tib ketadigan bo'lsa, keyin u ketadi 4214, 4200 larga tushib ketadi. Shuning uchun любой qanaqa harakatdan e'tibor bayga qaratib turish kerak.